14 may Amerika Kېңәш palatası Uyg'urlar qartılğan zulm siyasətlərdə qoluba Xitay əməldarlarını cəzalaş qatarlıq məzmunlar kirgizilgan Uyghur kişilik hüquq siyasəti qanun layihəsini toluq avaz bilan ma'qulluqtin o'tkazdi. Of ethnic Turkic Muslims in Xinjiang and calling for an end to arbitrary detention, torture, and harassment of these communities inside and outside China. Is there objection to proceeding to the measure? Without objection, the Senate will proceed. Ask unanimous consent the bill be considered read a third time and passed, and the motion to reconsider be considered made and laid upon the table. Without objection. Bu münasibət bilan Amerika Kېңәш palatası Tashqi Münasibətlər Komitetining raisi Jim Risch, Marco Rubio, Bob Menendez qatarlıqlar birləşmə bayonot e'lon qilib, bu qonunning ma'qulluqdan o'tganligini tabrikladi. Bayonotda mundaq deyildi: bu qonun mustabid Xitoy hukumatining Xinjiang Uyghur avtonom rayonining hamma yerda ilib borgan dahshatli kishilik huquq dafsandichiliklari, 1 milliondan ortiq Uyghur qatarlıq Türkiye musulmonlarning keng ko'lamli tutqun qilinishi hamda Beijingning Amerika fuqarolari va Amerika tuproqlaridagi mangulik turg'unlarni qo'rqitish va ularga tahdid silishiga qarshi ilingan ahamiyatli qadamdir. Bu qonunning o'zgartirilgan nusxasi o'tgan yil dekabrda Avam palatasida mutlaq yuqori ovoz bilan ma'qullangan va Xitoy hukumatining qattiq o'g'isini qaynatgan edi. Qonun loyihasida Uyg'ur elidagi kishilik huquq dafsandichiligida qo'li bor Xitoy amaldorlarini qaratmalik jazolash. Amerika Tashqi ishlar ministrligida Uyg'ur masalasiga mas'ul maxsus xodim belgilash qatorliq mazmunlar alohida ko'zga chelikadi. Mazkur qonun loyihasi Avam palatasida ma'qulluqdan o'tib, Kېңәш palatasiga yo'llangan va 2019 yilning oxirigacha ma'qulluqdan o'tkazish plan qilingan bo'lsa-mu, ammo noma'lum sabablar bilan hozirga qadar ovozi qo'yilish fursatiga erishalmagan edi. O'tgan hafta Kېңәш palatasining raisi Mitch McConnell Uyg'urlarni dafsanda qilgan Xitoy amaldorlarini jazolash qonun loyihasining pat arada ovozi qo'yilganligini aytgan edi. 1,18 milliondan 3 milliongacha Uyg'ur qatorliq Turkiya millatlar yig'ilish lagerlarida iztirob chekayotgan koronavirusi vahimasi mazkur lagerlarga tahdid yaratayotgan mezgilda ma'qullangan qonun loyihasi muhojiratlik Uyg'ur tashkilotlarini xursand qildi. Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishi bu vaqt e'lon qilgan bayonotida Kېңәш palatasiga rahmat aytdi va shundaqla Amerika Avam palatasini mazkur qonun loyihasini tezdan ma'qulluqdan o'tkazishga chaqirdi. Bayonotda mundaq deyildi: bu Uyg'ur kishilik huquq krizisiga qaytarilgan tunji qonuniy inkos hamda texmo mufassal siyosiy inkos qaytarish yo'lida besilgan tunji muhim qadamdir. Bu Amerika Davlat Majlisida Uyg'urlarga oid tunishtirilgan ikki muhim qonun loyihasining biridir. O'tgan yil Avam palatasi a'zosi James McGovern, Kېңәш palatasi a'zosi Marco Rubio qatorliqlar birlikda Uyg'urlar qartilgan majburiy emgakni bekor qilish qonun loyihasini tunishtirgan edi. Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonun loyihasining Kېңәш palatasida ma'qulluqdan o'tishi koronavirusi sababidan Amerika-Xitoy munosabatlari ko'rinarli yiriklashgan va mazkur virus tahdidi sababli Uyg'ur masalasiga bo'lgan dunyoviy diqqat nuqtasi chechilib ketgan mezgilga to'g'ri keldi.